Assalomu alaykum gençler. 2024-yil DTM'da tushgan mana bu misol. fx funksiyamiz sinus x bo'lsa f' ni toping deyapti. Demak, birinchidan hosil oladigan bo'lsak, fx dan ketdi. f'. Birinchi sinusdan hosil olinadi. Bu argument sifatida turibdi. Sinus hosilasi kosinus kelinadi. Ya'ni kosinus sinus x bu argumentda. Endi argument oddiy x bo'lmagan uchun undan ham bitta hosil olib ko'paytirib qo'yamiz. Sinus x dan hosili. Demak, kosinus sinus x ko'paytiruv sinus x hosilasi kosinus x bo'ladi. X lar joyiga p ni qo'ysak, f' p teng kosinus sinus p hamda ko'paytirilgan kosinus p. P 180 gradusda sinus 0 ga teng. Demak, kosinus 0 bo'lib qolar ekan. Ko'paytiruv p 180 gradusda kosinusimiz -1 ga teng. Shunda f' p kosinus 0 gradusda 1 chiqaradi. 1 ko'paytiruv -1. Javobi -1.